Endokrinolog ko'rigiga qachon borishingiz kerak? Ko'pincha bemorlar bilan suhbatlashganimda aytishadi. Tahlillarim joyida, lekin tanamda shikoyatlarim bor. Soch to'kilishiga, qabziyatga, uyquchanlikka, badandagi shishlarga, holsizlikka va vazn olishga ko'pincha shikoyat qilishadi. Yoki farzandlaridagi bo'y pastlikka, vazn olishga, holsizlikka, fikrning tarqoqligiga asosan shikoyat qiladilar. Demak, qanday tahlillar bunday holatlarimizga javobgar? Keling birga ko'rib chiqamiz. Gemoglobin ko'rsatkichi agar 120 dan past bo'lsa, kamqonlik belgisi. 150 dan yuqori bo'lganda esa ko'pincha suvsizlanish va qon muammolari bilan bog'liqdir. Feritin 60 dan past bo'lsa, temir tanqisligi. 100 dan yuqori esa ichki yallig'lanish belgisi bo'lishi mumkin. Umumiy oqsil 75 dan past bu oqsil yetishmovchiligidir. Oqsilsiz tanamiz vitamin va gormonlarni o'zlashtira olmaydi. Shuning uchun ham holsizlik paydo bo'ladi. TTG gormoni 0,5 dan past bo'lsa gipertireoz yoki zaharlanish belgisi. 3,5 dan yuqori esa ehtimoliy gipotireozdir. Ikkala holat ham energiya, vazn va kayfiyatga ta'sir qiladi. HOMA-R ko'rsatkichi insulinga sezgirlik ko'rsatkichi bo'lib, 2,7 dan yuqori bo'lsa, insulinga rezistentlikning belgilari. Bu charchoq, shirinlikka o'chlik, ishtahaning balandligi, vazn ortishining eng keng tarqalgan sabablaridan biridir. Vitamin D ko'rsatkichi 30 dan past bo'lsa, bu yetishmaslikdir. O'rtacha ko'rsatkich esa ahamiyat bering, 60 va 70 bo'lishi shart. Vitamin D gormonining yetishmasligi immun va suyak tizimidagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Agarda sizda yuqorida aytilgan shikoyatlar bo'lsa, siz xuddi shu tahlillarni topshiring va endokrinolog ko'rigiga aniq boring. Ushbu videoni yaqinlaringizga ham ulashing, ular ham o'z sog'liqlariga befarq bo'lishmasin.